Gipertimlar mustahkamroq. Ularga uncha narsa ta'sir qilmaydi. Ular chuqurlashmaydi gipertimlar. Ularni siqilishga vaqti yo'q edi bilsanglar. Chunki uni qiziqroq narsa kutib turibdi, to'g'rimi gipertimlarni? Bularga tez ta'sir qiladi. Ko'ngli o'ta nozik, salga xafa bo'lib qoladi, tez yig'lash. Bular keyin rol o'ynashga juda usta, bilib olinglar. Zo'r rol o'ynaydi kerak bo'lsa. Chunki bular o'zi demonstrativnik-ku, ko'rgazmali shaxs-ku bular. Xuddi shunaqa, kerak bo'lsa yig'laydi, kerak bo'lsa kuladi, kerak bo'lsa shantaj qiladi, kerak bo'lsa rol o'ynaydi. Xohlagan ishini qiladi. Iloji boricha sizni diqqatingizda qolish uchun. Lekin bular bilan siz zerikmaysiz. Sizni zerikishga bular yo'l qo'ymaydi. Bular shunaqa xususiyati ham bor. Endi fikrlash strukturasiga keladigan bo'lsak, har xil. Ya'ni bir undoq, bir mundoq. Bir xursand, tartibsizda, bir xursand, bir xafa, bir sizni yaxshi ko'radi, xuddi gipertimga o'xshab ketadi. Lekin gipertimga nisbatan bularniki sal stabilliroq turadi. Lekin bular ham odam ajratishni bilmaydi. Mana shu joyda qoqiladi bular. Ba'zi emotsiyasiga keladigan bo'lsak, doimiy emotsiyasiga, xursandchilik. Demak, yuzida agar ajin tushadigan bo'lsa, qayerda? Ko'zini atrofida. Nimaga? Chunki bular diqqat e'tiborda bo'lish uchun ko'p kuladi. Ya'ni ba'zan o'zicha isteroid bor joyini-chi uzoqdan bilsangiz bo'ladi. Isteroid bor joyda baland ovozli kulgular eshitiladi. Qatta xaxollab kulayotgan bo'lsa, bilinglar, isteroid shu yerda. Albatta ko'p kulgani uchun mana bu. Quvonch yuzida maskasi. Men hozir ba'zasi isteroidlarni aytyapman. Ba'zasi degan birinchi baza xarakter xususiyati isteroidlar haqida. Ikkinchi bo'lsa ba'za bo'lmaydi. Aynan birinchisi bo'lsa. Ya'ni eng ko'proq xarakter xususiyati isteroidlarga xos. Atrofingizda ham bo'lsa kerak bunaqa odamlar. Nafaqat artistlarda, chunki artistlar hammasi chisti steroid deya olmaymiz. Ba'zilari bor, gipertimlar bor, ba'zilari bor, trevojnitinlari bor, har xillari bor. Steroid aralashda. Chisti steroidlar lekin doim xushchaqchaq, kulgan, baqirgan, uzoqdan ovoz eshitilgan, hammani davraga tortgan, lekin o'rtada, markazda o'zi bo'ladigan. Sizga ham e'tibor beradi, sizga ham hammani chaqiradi, lekin o'zi bo'lish kerak. Boshqalarga ruxsat yo'q. Shunaqa joyi bor. Qiziq odamlar. Mimikasiga qaraydigan bo'lsak, hozir bunisi ham o'tkazaylik. Sekin o'tyapti. Mana. Emotsiyalar bir-biridan aytdimi, u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Kapriznis, qaysarlik bo'ladi. Bor, ba'zan qaysarlik o'sha maqsadiga erishish uchun o'zini aytganida turib olish bo'ladi, kuzatiladi. Haddan ziyod ko'p emotsiya. Mana ko'rasizlar, xursand. Peshonada ham ko'rasizlarmi? Ajin tushishi bor. Makiyaji qarang. Da, e'tibor olishi. Vot qaranglar. Steroidlarni mana shu eng uzun kiprik ulab oladiganlar bor-ku. Imini steroidlar. O'zi ham mana bunaqa kipriklar qilib oladi. Tirnoqlar, uzun rang-barang tirnoqlar. Keyin yuzini qizartirishlar e'tiborga tushishi. Keyin endi aksentuatsiyaga o'tib, sal patologiya o'tib ketganlar ham bor. Uni ko'rgansizlar. Ko'chalarda ko'rganmisizlar, kampirlarni banchiklar taqib olgan. Sizlarda ham ko'p bo'ladi. Qanaqadir devchacha ko'ylakchalar kiyib olgan, golfilar kiyib olgan. Shunaqa. Bular o'sha sal patologiya o'tib ketgan turi. Endi bular agar e'tibordan qolib ketsa-da, patologiya o'tishi mumkin. Ko'rasizlar, udivleniya bilan xursandchilik. Bular keyin xursand bo'lganda ham sakrab xursand bo'lib berishadi-da bular. Arzimaganda desa, "Voy!" deydi. "Rahmat, kutmagandim." Masalan, meni qo'limda bu narsa kelmaydi, lekin bular buni boplaydi. Da. Bularda koketlik, o'zbekchasi nima deydi? Koketliklarni? Nozlanish, noz ishva deydi va qarashma deydimi? Nozi qarashma, vot. Bular hammasi bularda bor. Va bular odamlarni o'ziga yaxshi qaratishni biladi, sevdirishni biladi.
qo'lidan keladi bularni. Chunki tomoni emotsiyalarga boy bo'ladi juda ham. Haddan ziyod lekin emotsiyasi ko'p. Pantomimikasiga keladigan bo'lsak, unda ham xuddi shunaqa. Asosiy xatti-harakati seksualniy markazga qaratilgan. Ya'ni demonstrativniyda o'zlarini nozlanib ko'rsatgani uchun, nozik ish va nozik yarashmalar qilgani uchun, xuddiki meni sev, menga qara degan xulq-atvorlar kuzatiladi. Voy deb qo'llab bor-ku, ketadi chiroyli. Rahmat, ha. Men to'g'risini aytaman, unchalik o'xshata olmayman, lekin Muzik harakatlarniki ekanda chiroyli. oddiy misol tasavvur qilinglar, kino bor. Monika Belluchchimidi? Sochoq? Qaysi? Yo'q, uzr, Marilyn Monroe. Esladinglarmi? Tasavvur qildinglarmi? Hamma esladimi? Oq sochi. Qanaqa nozlanadi? Ana shunaqa xatti-harakat. Nozik gapiradi. Da. Mana shu stereotiplarni yaxshi bilib olmoqchi bo'lsangiz, shuni bitta ko'rsanglar bo'ladi kinosini. Ovozlarida ham anaqa noziklik notalari bor. Da, не каждому unaqa bo'lish. Mana чистый stereotipniy tipda. Xatti-harakatda ham shunaqa. Keng jest oladi. Qo'llarida keng oladi. Xuddi raqsga tushayotgandek. Ko'proq odam ko'rish kerak. Nima bu kenglik nima degan bilasizlarmi? Kattaroq joyini egallash. Men borman, men markazdaman va hamma meni ko'rishi, sevishi kerak. Shuning katta harakatlarni oladi. Sekin emas. Shizoidlar juda yopiq bilasizlar, bular juda ochiq bo'ladi. Ilk gestikulatsiyada ko'proq barmoqlar ishlaydi. Qo'llar uchun barmoq kisti deyiladi. Masalan, men qo'limdan kelmaydi, lekin ularda noziklik juda ham. Ana shu bunaqa kulish, bunaqa qilish. Ana kuni Rayhona Ganiyevani bitta kichkina videosi chiqib qoldi. O'shanda ham ko'zlarini pirpiratib, xotida o'sha holat. Bular doim 18 yosh. Ha, shunaqa. Ko'zlar pirpiratgan, девочка nima deydi? Hali ham yosh bola, qizaloq deydimi? Qizaloq formasi. Shunaqa qarashlar, barmoqlar uchi mana shunaqa barmoq uchida ishlatilishi, xatti-harakatlari, hammasi mana shu stereotiplarga xos. Shuna qarimni voy dedim. Ko'rib qoldim. O'zi chiqib qoldi. Men o'zi kuzatadigan odam emasman. Qarasam, lekin xatti-harakat endi men profilim bo'lgani uchun baribir kuzataman-da. Barmoq ko'zlar bor-ku, pirpirab ketyapti. Kipriklar uzun kipriklar. O'sha sochlar yoyilgan, chiroyli qilingan sochlar. Mimikalar o'sha, yana barmoqlar ishlayapti. Mana toza stereotip dedim. Вот shunaqa.